alaykum. Hurmatli YouTube kanalim obunachilari. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? 2026-yil hammamizga barakali kelsin, ilohim. Bugungi chislo 6-yanvar 2026-yil. Biza 4 gektarlik teplitsada narigi tomoni, ikki tomoni ham xuddi shunaqa teplitsa. Eski bodring ko'chati bor. Bu tomoni ham xuddi shunaqa. Ko'chat ekishlar bilan mashg'ul biza. Ko'chat ekyapmiz. Rozovый pomidor. Ringsvan kompaniyasining Pink Tivay 12 navidan ekyapmiz. Endi bu yerda kokos shunaqa yerga qo'yiladi. Sal ekonomik variant. А так boshqa hammasi как положено. Mana aparatda sug'uriladi. O'zim boshqaraman bu aparatni ham. A, B, ikkita AB bochkamiz bor. Mana qorada AB и AB. Mikrodozasiya pH bochkamiz bor. И sug'orish polyimnoy kompyuter tizimimiz bor. Endi matni biza eski bir marta ishlatilgan tagiga pomidor bo'lgan, bodring bo'lgan, keyin yana pomidor bo'lyapti. Kokos milk fraksiya bor. Juda opasniy bu. Suv ko'payib ketsa, yoshlanib ketsa, yuvish yo nimadir qilish qiyin bunga. Ildiz kasal bo'lishi mumkin. Bir qism большой fraksiya kokosimiz bor. Xo'sh, endi bu eski kokosni taxlash qanday bo'ldi? Birinchi oddiy suv bilan taxminan 1 litrdan shirin suv bilan yuvib chiqdik. Igolkasidan o'zi ketadi. Keyin bir 500-600 grammdan ana kiyim yuvishda ishlatiladigan belizna degan narsadan bir tonna suvga 1 litr qilib haliga qildik. Dozada 500-600 grammdan har bitta ana shu uyasiga igolka orqali quydirdik. Beliznadan keyin farmayot 1 tonna suvga 1 litr qilib farmayot haydadik. Xo'sh. Farmayotdan keyin perix vodorod 1 tonna suvga 2 litr doza bilan har bitta shu uyasiga 1 litrdan haydadik. Perixdan keyin 1 tonna suvga 1 kilogram medni kuparos. Medni kuparosdan keyin bir kun dam oldi. Dam olganidan keyin oddiy suv bilan yana bir 800 grammdan har bitta uyacha hisobiga oddiy suvdan polivat qildik. Bo'ldi, tamom ekishni boshlaymiz. Ekish
ko'chat qadalyapti. Kokosni ichiga ko'chat qadalgandan keyin orqasidan 700-800 gram fitospоrinli rasfor, bir tonna suvga 5 pachka fitosporin, 150 gram kompleks mikroelement, sink qo'shdim bu yil. Yozda ishlatganimga virus tushmasligiga ozgina yordam berdi. 100 gram sink qo'shdim. Yantarni qo'shdim. 4 pachka 200 gram. Bu yerning yantarnisi vahshiy kuchli. Xitoydan keladi. 50 gram qo'shdim. Bu yerning yantarnisi juda kuchli. Keyin 15 gel yo'q ekanda 12-61 gel topib o'sha geldan qo'shib yubordim. Xo'sh. Salafondan. Bu yo'q, bo'ldiring mana. Bu ham bo'ldiringlarni yulib yaqinda pomidor ekamiz. Bir haftalar ichida. Ko'chatlar chiqib holati juda zo'r. Mana ildiz. Bu yerning fleykasi farq qiladi. Mana tanasi. Juda zo'r baquvvat ko'chat. Urug'ligidan o'zimiz yetishtirib mana shu holatga qildik. Qanaqa mochni turibdi ko'chatlar. Qalin. Endi bugun ekishni boshladik ana shularni qilamiz. 64 gektarlik maydon bir xil pink tivay bo'ladi. Taydan quyiladigan suvlar aytildi. Endi ekib bo'lgandan keyin antistress bittasi yapib, keyin birinchi bo'lib virusga emlaymiz. Hasharotlariga biz ana bunaqa demoga chashka tuxum anavilar qo'ydik. Keyin yeriga karate septik polni. Dezinfeksiya hasharotlarga qarshi qilindi. Keyin dimovoshka qo'ydik. 1 gektar hisobiga 40 ta. 40 tadan 50 tagacha qo'yish mumkin bemalol. Biz 40 ta qo'ydik. Hasharotlarga qarshi endi generalni emlash. Bizlarda holat shunaqa. Xudo xolasa, teplitsamiz juda katta.